O'rtoqlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? TikTokda yurganlarga murojaatim, erkak va ayollar. Ba'zi bir erkaklar bor, ayollar haqida gapirib chiqadi. Ba'zi bir ayollar bor, erkaklar haqida gapirib chiqadi. Nima boshqa qiladigan ish yo'qmi deyman? Ba'zi bir erkaklar bo'lsa, eringlar bilan qanday yashayapsizlar, majburmisizlar deydi. Nahvu keragi bor shunaqa bir-birlar ko'tinglarni kalab, bir-birlarni g'iybatinglarni qilib, ijodlar qilishinglar bilinglar. O'shanga hayron qolaman-da. Ba'zi bir chiqadi, o'zi yumshoq turganda qattiq, bilad deyman, dalbo'qlar. Nima qilasizlar? Bunaqa qilib TikTokka kirib olib, video qo'yib, rasm qo'yib, o'zinglarni bilinglar, o'zinglarni ushlayapsizlar. Nima qilasizlar? Birovniki osilib, ayollar ishiga aralashib, ba'zi bir erkaklar bo'lib tug'ildikmi, erkak bo'lib yashayveraylik. Nima qilamiz? Ayollarnikini kalak, eringiz bilan necha marta bo'lgansiz, qanday yashayapsiz, pul kerakmi, u kerakmi, bu kerakmi deb avval ko'tingga bitta turisi yo'q. Ayollarga bu narsa olib berguncha. To'g'rimi? Insonlar fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Qani kim qanaqa fikrda? Negativlarga omad. Rahmat, sog' bo'linglar.